Ko'pchilik so'ragan Ramazon aksiyasi boshlandi. Chaqmoq ekonom katyol jamoasida Ramazon aksiyasi $50 dan $200 katyollarda arzonroq xarid qilishingiz mumkin va Ramazon oyidan sentyabr oyigacha katyollarda bo'lib to'lashga ham olishingiz mumkin. Katyollar soni cheklangan, tezroq aloqaga chiqaverasizlar. Aksiya sharti bizga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldiring va avtomat va pul avtomat bo'lgan katyollarda bizdan arzonga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu chaqmoq ekonom 30 katyolimiz 300 kvadratda isitish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu avtomat katyolimiz. Mana bunkeriga 150 kg atrofida ko'mir sig'adi. Biz iftorlikka ozgina borlik uchun video qilib sizlarga chiqaray dedim. Двойной редуктор 220 motor qo'yilgan. Ventilyatorlari 130 vatlik katta ventilyator qo'yilgan. Mana garelkalarning holati. Garelkalarimiz chugunli, temirli garelkalarimiz bor. Katyol tanlashga qiynalganlar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh chegirmada chiroyli qilib katyollarni yasab tayyorlab beramiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Nalichida ham katyollarimiz bor. Keyin yana bitta yangilik. Ramazon oyidan sentyabr oyigacha bo'lib to'lashga ham katyol xarid qilishlaring mumkin. Bu nijniy galina katyollar, bizda nijniy galina, verxniy galina har xil turdagi katyollar mavjud. Avtomat katyollar hammasidan mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Tayyorlab yetkazib borib beramiz. Mana buni motor qo'yilmagan holati 220 motor bo'ladi. Двойной reduktorligini hisobiga bemalol sindirib olib ketaveradi. Keyin ko'mir tushadigan joyi keng bo'lganligi uchun mayda to'xtash, tiqilish holati bo'lmaydi. Garelkalarimiz chugunini afzallik tarafi eshilish holati bo'lmaydi chugunda. Keyin avtomat, pul avtomat katyol tanlashga qiynalganlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sababi avtomat yoki pul avtomat katyol tanlash nimaga bog'liq? Agar siz aralash ko'mir yoqadigan bo'lsangiz, irig mayda ko'mir yoqadigan bo'lsangiz, pul avtomat katyol olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Agar siz hoka mayda ko'mir yoqaveraman deydigan bo'lsangiz, avtomat katyol olganingiz yaxshi bo'ladi. Yana ham narxiga qarab. Avtomat katyollarimiz $1000 dan boshlanadi. Miyasi, ventilyatori, motori, reduktori hamma yo'g'i komplektida bo'ladi. Olib borib shunday ulasangiz, yoqib ishlasangiz bo'ladigan holatda bo'ladi. Garelkalarimiz aytganimdek temir, chugun har xilidan bor. Istaganingizdan mustahkam qilib tayyorlab berilaveradi. Mana yarim tayyor holatda ham katyollarimiz bor, tayyor holatda ham katyollarimiz bor. Kimga necha kvadrat kerak bo'lsa, 100 kvadratdan 3000 kvadratgacha katyollarni sifatli qilib, tejamkor qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Yangi dizaynlarimizga baho berasizlar. Oldin bu holatda bo'lgan. Endi mana bu holatda shu rangga bo'yab chiqaryapmiz. Matviy qora rangga. Aytgan ranglaringa sepib beraveramiz. Sotuvchilarga ham tayyorlab yetkazib beraveramiz. Kelishilgan holatda. Hozir shu Ramazon munosabati bilan endi o'zim ozgina bemor bo'lib qolganim uchun video chiqara olmadim, lekin shu Ramazon munosabati bilan $50 dan $200 skidka e'lon qilganmiz. Ramazon oyigacha kim xarid qilsa, $50 dan $200 katyollarda arzonroqqa xarid qilishlaring mumkin. Yana ham aksiya haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun telefon qilsalaring, bemalol tushuntirib beramiz. Ya Telegramdan aloqaga chiqsalaring ham bo'ladi. Chet eldagi yurtdoshlarimiz ham bemalol aloqaga chiqib olishlaring mumkin. Bemalol o'zingiz bo'lsangiz ham bo'lmasangiz ham katyolni sifatli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Hamma katyollarimiz ispitaniyadan o'tgan bo'ladi. Bemalol yopiq sistema, ochiq sistemaga ishlab beraveradi. Umuman ko'mir tanlamaydi. Ko'mirni hokasidan tortib, o'tin, tezakgacha, irik ko'mirlargacha bemalol yoqib beradi. Hammaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Inshaalloh qiynalmasdan Allohga toat ibodatda baquvvat qadam bo'laveringlar.